Gentra haqida biza video qilganimizda 2 200 000 ta prosmotr bo'ldi, odamlar tagida yozdi. Buxgalter peshkom yuradi, men 20 yillik buxgalterman, peshkom yuribman. Qanaqa qilib buxgalter mashina olar ekan, san o'zingning mashinang bormi degan gap so'zlar bo'ldi. Buxgalter bo'ladigan bo'lsangiz, sizni yil oxirigacha imkoniyatingiz bor Gentra olishga. Men o'zim sizga hadya qilaman, agar hamma shartlarni bajarib, birinchi o'rinni oladigan bo'lsangiz. Buxgalterlar chempionatini e'lon qilganman. Inplasda malaka oshiriladi. Har bitta malaka oshirishga определенный ball olinadi. Bu ballari 10 ballga yetganda imtihonga kiradi. Imtihon bir martagina bo'ladi. Imtihonni natijasiga qarab, birinchi o'rinni kim egalladi, 2, 3 kim egalladi, har bitta o'ringa sovrin qo'ygan. O'sha birinchi o'rinda Gentra, men o'zim uni hadya qilaman. Undan tashqari boshidagi 25 ta odamga yutgan odamga outsource firmasini yurg'izishni o'rgataman, chunki men o'zim outsource rahbariman. Еще birinchi 100 taliga kirganda Glabuh klubiga dostуп beraman. Glabuh klubida bu уже вообще professional buxgalterman, strategik buxgalterman deydigan level. Agar xohlasanglar, Gentra ile bo'lmaydigan bo'lsa, yutib olish imkoniyatingiz bor, foydalaninglar.